Good afternoon, teacher. How are you? I'm okay. Who is absent today? All are present. Thank you. Dersimiz nihayet olsun da birbirimizga tilaklar aytaylik. Yani öyle nihayet çoğu yerlerde işler vaqt bo'ladi. Здоровье, health. денсаулық здоровье, денсаулық. Желаю вам хорошего дня, have a nice day, как можно шахсать. Sangat jauh jasa yang kira asli. Здоровье, health, денсаулық. Bugünkü özgür dersimizin mavzusu retrospektif optüde izlersin. Kan tomurla sistemimizin türleri ve kan ayniş çemberleri diyen ders ötümüz bağlar. Üstürenki sınıflarda kan doğruluğu, kan sistemimiz doğrusunda sözleri yani bilimleri toxtalgan mı? Şu bilimni biz texmu mürekkepleştirip, çoğurlaştırıp, bugünkü ötüdüğün dersimiz kan tomurla sistemimizin türleri ve çemberleri diyen ders ötümüzge bağlar. Adında kan doğrusunda ötüp ketgende kanca kan topu var. Dört. Kan topu var. Nayet yaxşı. Kanca litr kan boldu adamda? Beş. Yaxşı. Kan adamda boldugan kanın türleri, kan tomirlarının türleri. Doğrusu etse kanda kan tomirlarının türleri var. Ülkene gibi et bakayım. Arteriya, Vena. nayet yaxşı. Bugün ötüdüğün dersimiz bizden kan tomirlar sistemimizin neleri? Türleri doğrusunda ötüp ketimiz geldi. Demek adamdaki kan ayniş sistemisi doğrusunda ötüp ketse kan bütünle tüvenki dereceden yukarı dereceye bo'lgan vaqt yerce kanның organizmda bo'lgan turi tuyu ve uçuk turda bo'lgan. Uçuk turda deganimiz nima? Uçuk deganimiz adamның yoki barliq tüvenki derecedagi organizmlarni olsak, shularning ichida qaysi uçuk derecede bo'ldi deb aytib ko'rsak, qo'llarning, bo'g'in putuqlarning bularning kan aynish sistemasi ochiq bo'lgan. Ochiq deganimiz qonning kan tomirlar orqali mangmaydi degan so'z. Faqatla o'zining mangdigan o'zining yo'li bu degan. Endi tuyuq deganimiz qonning kan tomirlar orqali mengishini nima deymiz? Tuyuq kan tomir sistemasi deb ataymiz. Demak, butun organizmlarda qonning kan aynish sistemasida ikki to'pi bo'lgan. Tuyuq kan sistemasi ham ochiq kan sistemasi deb. Demak, butunlay yuqori darajadagi organizmlar tuyuq kan aynish sistemasiga yotadi. Qo'shmalardan boshlab yuqori darajagacha bo'lgan ortiqcha, demak, tuyuq kan sistemasiga yotadi. Biz o'zimiz to'g'risida aytsak, yurak to'g'risida aytsak, yurakni aqlshincha qanday deymiz? Qanday aytmoq bog'liq? Hayt yaxshi, thank you. Yurak nimaga o'xshaydi deb aytdik? Qog'oz darajadagi nimaga? Konusga o'xshaydi. Diametri pupiga o'xshaydi. Endi qon aynish sistemasi odam organizmida ikkiga bo'lingan. Cho'ng qon aynish sistemasi va kichik qon aynish sistemasi deb ikkiga bo'lganimizga cho'ng qon aynish sistemasi deganimiz nima? Savol qildi. Kichik qon aynish sistemasi deganimiz nima? Shularga biz javob beramiz. Bugungi maqsadimiz bizning bugungi darsimizda tushunadigan maqsadimiz, yetadigan maqsadimiz nimaga? Qon aynish sistemasining qancha bo'lganligini ham qon tomirlar to'g'risida aytib ketamiz. Yurak 4 klapandan iborat. 2 qirincha ham 2 yurakchadan. Mana o'ng yoq qirincha ham so'l yoq qirincha. O'ng yoq yurakcha, so'l yoq yurakcha. 4 klapandan iborat. Demak, 2 qirincha 2 yurakchadan iborat degan so'z. Cho'ng qon aynish sistemasi deganimiz nima? Buni to'xtatib o'taylik. Butunlay yurakdan chiqadigan qon cho'ng bir qon tomiri bor ekanda, bu aorta deymiz. Nima deymizki? Aorta. Aorta qon tomirdan chiqqan butun
qancha bölünge bo'ldi? Kichik. Qanday? Cho'ng analiz sistemasi-da, kichik analiz sistemasi deymizga. Cho'ng analiz sistemasi qanaqa deymizga? So'l qiyinchidan chiqib butkul organizmni aylanganda ham o'ng yoq yurak chekib qo'yilgan. Buni cho'ng analiz sistemasi deymiz. 23 sekund amalashadi. O'ng yoq qiyinchidan chiqib butkul aylanadi. 4 sekund ichida. Sol yoq yurak chekib qo'yilsa, nihoyat yaxshi. Demak, bu nima deymiz? Kichik qon analiz sistemasi deb ataymiz. Demak, analiz sistemasining o'zi cho'ng va kichik qon analiz sistemasi deb bo'lingan. Bu to'g'ri tushunadimi? Ya'ni kelasi qon analiz sistemasida qonning qanday tomirlar orqali mavjudligini aniqlab olaylik. Qon tomirlar qanday turlar bo'linadi? Qani aytib ko'raylik. Cho'ng qon analiz sistemasida qon tomirlarning turlari bo'ladi. Arteriya kim ag'ishincha aytib baqidi? Qani? Ha? Arteriya qon tomiri qanaqa bo'ldi? Qani? Yarli? Artery. Durustna, aytib yaxshi. Demak, arteriya qon tomirlari qizil belgilangan surat bilan qizil bo'yoq bilan belgilangan. Bu arteriya tomirlari. Arteriya orqali kislorod yetib beradi butun organizmga. Qaytganda vena qonga aylanib karbonat gazini itmaydi. Mana. Butun organizmga aylanadi. Butun organizmga taqilib qaytadan qaytib cho'ng qon analiz sistemasida. Sol qiyinchidan chiqib, o'ng yurakka ketib qo'yadi. Demak, bu yerda arteriya qon tomiri, vena qon tomiri, ya'ni 3-chi nihoyat kichik qon tomirlar qaysi deymiz? Kapillyarlar. Kapillyarlar deb ataymiz. U odamning chechidan 50% ait kichik bo'lgan. Ularni kapillyarlar deb ataymiz. Demak, bugungi o'tgan darsimizda biz cho'ng qon analiz sistemasi, kichik qon analiz sistemasi ham shu qonning qanday tomirlarga ma'noligini uqdik. Arteriya tomiri orqali ham qanday vena tomiri ham ushshab ketgan butun organizmda terminalda ko'rinmaydigan kapillyarlar to'g'risida o'qidik. Hozir terminologiya, termin so'zlar bilan ish yurgizamiz. Qani bolalar kim chiqdi? Qani? Keling. Aorta, qo'lqa tomir aorta. Very good. Next. Pulmonary öpmelik öpmege den. Very good. Next. Qani? Pulmonary circulation, kishi qon aylanma juyesi, molecular kровообращение. Держаться. Very good. Yes. Подключение к интернету отсутствует. Sistemik uzun kanalın şişesi başa kravataşı. Yes. Very good. Yes. Arteriyalı kan, arteriyalı. Antirana. Держаться. Деоксигенаты, веналық қан, венозная кровь. Өте жақсы. Thank you. Hazır ballar video ko'raylik. Endi o'sha videodan ko'rganimizda biz topshirmalar bo'yicha жұмыс istaymiz. Hozir taqta o'yini bo'yicha topshirmalar o'rnataylik.
20 отчуждение дегенimiz неме? Не деген сөз бұл? Кислородқа құйылған қан. Қан дейміз. Айт яғни сеңгі. Қайда кем шығады яна балалар? Жүрек минутта қанша рет соғады? Minute 65-75 times. Өте жақсы. Сеңгі. Next. Капилляри. Капилляри дегенimiz неме? Капиллярлар ұшақ қан tomurları. Айт ұшақ қан tomurları екен. Дұрыс. Жақсы. Сәйкү. Next. Вен. Вен дегенimiz неме? Вена. Вена. Thank you. Next. Yes. Arteri degенimiz қан tomurı. Arteri degенimiz қан tomurы. Үлкен қан tomurы. Жақсы. Thank you. Енді бір жаю әдісі. Лөңгіжек әдісі арқылы үй тапсырып осы жаңа сағатты пысықтаймыз. Енді әсіне болмыз? Пысықтаймыз. Қайда екен шықырды балалар? Весел тамыр сасу. Өте жақсы. Рахмет. Енді кім шықырды қайда балалар? Next. Аорта. Қылқа тамыр. Өте жақсы. Сәйкү. Next. Системик. Үлкен қан айналымының жүйесі. Өте жақсы. Сәйкү. Next. Пашнироз клеші дегенimiz не? Кіші қан айналымы. Айналым жүйесі. Өте жақсы. Сәйкү. Next. Кім шықырды енді? Yes. Диоксидин. Денелі. Bu venalı қан. Веналық қан. Витамин. Yes. Сәйкү. Bu dərsimizdə texnika pıçıldaş üçün bizdən meymanlıq yapdı, jurnalist balımız. Abi ekibin yapdı. Yani sizlərə suallar qoyub gördüm. What is system? Hadi balalar kim çıkdı? Kim cevap verip bakıdı? Solar kırıntısının çıkarttığı organizmde arnab oң жақ тірекшіге құйылған қан tomurını қан айналысы деп аталды. Çoğun kan aynı sistemisi de batayımız. Haydi yaxşı seyir. Next. In the picture, what is this? It's artery and vein. Yes. Artery.
What is this? Жүрешчиден чыккан артерия бул кислородни бүткүл организмни ичиден элип жеңат. Венада артерия алынып карбонат газын экме алды. Thank you. Terminoloji bo'yicha nima qilamiz? Ishlab qaraylik. Öyle tamamlayalım ballar paragraf 23 kan tomirlar sistemasi noktaları ve kan ayrılış çemberleri. Goodbye. Goodbye.